Infaktorda ham yoqdi odamga masalan. Hammada Unga qachon xotirjam. qo'shildingiz? Kel oktябrdami, noyabrda bordik. Husan aka bilan o'tirganda gaplashib qoldik. Yuringlar zo'r maza qildik. Yoqdi odamga. Masalan, tavsiya qilaman. Muhiti zo'r. Shunga o'xshagan klublar bo'lsa, Asoschilar-chi? Unga qachon qo'shildingiz? asoschilarga 1 yildan oshdi. 1 yil. Asoschilarda zo'rligi o'ta yoshlar, ko'proq o'sib ketganlar. Yangi pokoleniya. Yaka pakana, bundan ko'ra Infaktorda уже ancha qoyillatib qo'yganlar. U yerda уже boshqacha moslashasiz. Ikkalovda ham zo'r. Boshqa klubda yo'qsiz, a? Yo'q, o'zi yetadi. O'zi klubda ham bo'lganlarga ko'ma vaqt ajratib olmayman borishga. U zo'rligi o'sha nimadir uchrashuvlar bo'lganda, qaysidir spiker bo'lganda o'ziga kerakli mahal borib olasizda, nimadir yana qiymat berasiz, yana kelaverasiz. Klubni zo'rligi nimadir deylik o'zimizga ishimiz tushganda o'sha birinchi klub atrofida qidirasiz. Deylik oddiy nimadir xizmat kerakmi, o'sha yerdan qidirasiz. Ular o'sha sizga o'zini yaqinidek qaraydi degan fikr bor menda. Nima deydi, xuddi kursdoshingiz, sinfdoshingiz qo'lidan kelsa shundoqga qarashadi qatqachondir masalan. Xolisroq bo'ladimi deb bilaman endi. Keyin so'rasangiz, xizmatingizdan foydalanasan desangiz, keyin o'sha beradi. Darrov sotishga o'tmaydi.